Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov joriy mavsumda Manchester City'ning asosiy tarkibida o'ynashga qodir ekanini isbotlab kelmoqda. Angliya futbol ekspertlari tahlilida 21 yoshli o'zbek futbolchisining ko'rsatkichlari tez tilga olinadigan bo'ldi. Manchester City'ning o'zbek himoyachisi Abduqodir Husanov Angliya Premyer Ligasida to'p olib qo'yish bo'yicha eng yaxshi natija qayd etgan o'yinchilarning top 5 reytingiga kirdi. Husanovning uchrashuvlarda raqibdan to'pni olib qo'yish ko'rsatkichi 91.7% ni tashkil qilmoqda. Bu Angliya Premyer Ligasining joriy mavsumida musobaqa qaydnomasidan o'tkazilgan 544 nafar o'yinchi orasida 5-natijadir. Agar APLdagi barcha himoyachilar ko'rsatkichini inobatga olsak, Husanov to'p olib qo'yish bo'yicha kuchli to'rtlikka kiradi. Manchester City'ning 29 nafar o'yinchisi o'rtasida Abduqodir to'pni olib qo'yish bo'yicha eng zo'r 2 futbolchidan biriga aylandi. Nufuzli nashrning ta'kidlashicha, joriy mavsumdagi Premyer Liganing Husanov ishtirok etgan 8 ta o'yinidan 7 tasida uni raqiblar atigi bir marta aldab o'ta olgan va o'sha holatda ham Abduqodir o'zining odatiy pozitsiyasi bo'lgan markaziy himoyada emas, o'ng qanotda to'p tepgan edi. Futbol olamining eng kuchli murabbiylaridan hisoblangan Josep Guardiola ham o'zbekistonlik shogirdining o'ziga xos noyob xususiyatlari borligini alohida tilga oldi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.